Yo'ldashim ishiltib yiqin deb kirishib qoldim. Men ishiltib ko'rib baqamdoq. Men burninglarning usti so'miyda ko'p qolgan qizlar undan diqqat qilinglar. Unimi bormi yo'qmi ko'rib baqaylar. Men asla apparat chiqarib berayman. Burnimning usti bayn so'miyda ko'p ketdi. So'miy. Amaliyotda nurg'un qizlarning burnining usti taraf mana shunda qaranglar. Buni odatdagi chinjiy qilganga chiqmaydi o qizlar. Cho'qim mushtaq bir alohida maxsus shuning qarta ishlangan narsa bo'lsa chiqishi mumkin. Ishiltib yiqin deb kirishib qoldim anasini. Juma ko'nglim ishiltibmi baqmadim. Kagil qancha bo'ldi? 11-oyda kelibdi ko'nglim. Yıkasın mı? Ha, Nasıl? Alxosi, masan xosi. Mana yıkan sürkep alxon chaplab san xoda açanın da bir. Bu gang burunning uchi ishiltam degan emas. Burun ustiga shiltikasiz. Ha, amsa ishiltib baqay chiqaman. Men chiqaram. Burnim so'si sürmez. Bir numara bajımı yıkadı. Qildi xenadeklamkan ku. Chiroyodeklar. Avval yuzni yuyganmiz. Olmaning asl operati odamni beksat chiqirdi desam ishnamsizlar. Endi boshlam. Mushtaqma? Bu yilmi? Ashtaqa pinaska. Muhit qog'oz va shuni chiqirib. Muhir ko'rib chekiltamsiz. Mushtaramdan? Agar 15 minutgacha xeytolarim tadlamasa, men jazolamsiz. Mushtaq og'irchiliklashtırib, bir muncha vaqtimni isrof qildingiz. Mening vaqtim oltindan qimmat. To'g'rimi qizlar? Ve kir yuyib, uy tozalab, beksatlashga ketdim. 15 minut saqlab turinglar. Yaxshi bo'lib qolsa, so'miylarimga axlatlarni butun chiqirib yetib qolsa, tujan qilib beraymi, qizlar tavsiya qilib beray. Endi bir qitim bilan pak chiqarmaslikka mumkin, men shunday o'ylayman. Chunki men bunda qilgandek aqlsiz kishilardan emas, jo'q oyoqni ishlatib, oyoqdan terim oyib kesga demayman. Nurg'un aqlsiz xonim qizlar o'ylab olgan bir narsa ishlasam, o'limni ko'rsam bo'ldi deb. 10 minut to'shdi, 10 minut undan yuan shangji açtık. Yeymiş olma telefonun yuan shangji ras beksat tatıdı. Kullanlarda olma telefonun qaysisi var qizlar. Men tatqinam hozir qo'lda ko'ringlar. Oyey. Oyjal. Oyey. Ko'zlarim yosh, bunimdan qolib ketdi qizlar, beshi og'irdi. Tushun bitalni taqandak tatib buni shartni tatib yo'qolgan narsani bor. Ma'funsilarim ko'zdima deb. Qizlar, bu chinji sizlarcha mana mening patqoq malhamim shundaq narsalarni chiqara olamaslar, xiyol qilib beringlar. Hamma narsani o'z uchun rol bo'ldi. Mening patqoq malham degan, bunda yuzinglarning maylashgan ahvol, men tez mo'konlar yig'ilib qolgan may axlatlarni tozalab berdi. Men maxsus nim tozalayotgan desanglar nima bu? Chiqib, dehshat tushib turjimi? Bek meni topib ketdi, demak bir qatimda mushunchalik qildi, yana qayta chiqatim qilsam qalbdan tozalamoq ekan. Endi men 3-numurni ishlatish orqali misharimizga suv to'liqlab, yana mushu ichilib ketamiz, mayallarimiz. Mushni Tüşlerini kichiktirgan. Ha, mushni ishlatish orqali tushukchilarni kichiklatmasak, mening bir do'stim bati oldin qatim uyga kirib qo'yib ketdiga, mo'konlar yo'g'on yotgan jonisini sanjib qo'ygandek tushuk kelib, undaq yerlarga oqatishmay basanglarmi, yapolmayga tushuk turdi degan qizlar so'miga o'xshash. Shunga men bu maxsus ashtaq tushukchilarni bir kichiktirib yapadiganchimi? Mana 3-numarni elib. Abim chapqa yerga sürkeysiz. Ish qilib, men mo'konda axlatmaylar yo'q, qizlar ishlatmanglar. Bu shundaq o'zinglar qarab biyaram bo'lib qolayotgan oqatishmay sursanglarmi, hali ko'rinib qolayotgan qizlar ishlatib ko'rib basanglar bo'g'dekchimi? Men yaxshi ko'rdim bo'ldi, lekin bek og'ir edi ekan. Qarang, sil qolib qoldi. Ama benim tatqandagina tushlar yo'qolib ketamizmi? Ama shu nima sürkeganga kichiklik ekan. Shu zaman kichik qilmaydi uni. Ha, haqli ketadi. Amaliy men tibiyat beray qizlarga. Men faqat ko'p turib mal tashviq qila olmayman qizlar, lekin men rozi bo'ldim, shunga sizlarga baharlab qo'ydim. Chimi? Lazim qizlar, apishiltib baqqasizlar, astadik seri qarvodin.